Kashtanning issiq damlamasi eng yaxshi vena tonik, ya'ni venalar tonusini oshiruvchi vosita hisoblanadi. Kashtan gullarining qaynatmasi, damlamasi, gemoroy, tizza venalarining varikozini davolashda qo'llaniladi. Kashtan gullarining damlamasi tinchlantiruvchi, qon bosimini tushiruvchi vosita sifatida o't qo'pi kasalliklarda qo'llaniladi. O'simlik bargi va gullari gipotenziv tinchlantiruvchi vosita sifatida gipertoniya kasalligini, ipoxondriya, isteriya, xoletsistitlarni davolashda qo'llaniladi. Kashtanning yangi gullarining sharbati sil kasalligi, revmatizm, ishazda kuniga 2 mahal 1 qoshiq suvga 30 tomchi aralashtirilib ichiladi. Kashtan preparatlari zaharli emas. Me'yordan ortiq iste'mol qilinganda shishli perikardit ro'y bergan hol kuzatilgan. Kashtan daraxtining quritilgan barglarini ezib, yaralarga qo'yilsa davolaydi. Xalq tabobatida ikkala turdagi kashtan barglarining damlamasi balg'am haydovchi vosita sifatida ichiladi. Yeyiladigan kashtan barglarining qaynatmasi ko'k yo'talda yo'talga qarshi vosita sifatida hamda balg'am haydovchi vosita sifatida ichiladi. Barglarning antioksidant xususiyatlari ham aniqlangan.